Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Madina Munawvara, Payg'ambar alayhissalomning ravzalari. Assalomu alaykum. Muyassar bo'ldik, alhamdulillah. Ravzaga kirishlikka omonat salomlarni berdik, duolarni oldik. Bugun 3-chi kun, alhamdulillah. Alloh ilmimizni ziyoda qilsin, ibodatga mahkam qilsin, o'zining kalomini yodlashlikni, unda tadabbur, tafakkur qilishlikni, nafaqat yodlashlikni, balki hayotimizda ham mana shu narsalarni amalga oshirishni Alloh nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ravzai muboraklari. Mana shu yashil qubbani tagida Payg'ambar alayhissalomning qabrlari, Umar ibn Hattob va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhularning qabrlari joylashgan. Alhamdulillah, tarovih namozidan keyin jamoatning yoppasiga nusuksiz, ruxsatnomasiz qo'yishyapti, ammo bu yerga bir qadam ham turishga ruxsat berilmaydi. Albatta hamma omonatdor salomlar yetkazildi, alhamdulillah. Bizning mahallamiz, o'zbek mahalla. Mahallamizda odamlar qaranglar, ko'rsata olmayman, juda ham ko'p odam. Mahallamizda magazinlar juda ham ko'p. Hamma savdo sotiq qiladi. Buni 40% ekan, skidka ekan. Sel deb yozib qo'yibdi. Juda narsalar arzon nisbatan. Madina kechki payt soat 11. Hamma tarovihdan qaytyapti. Mana bu bizning mahallamiz ko'chasi. Ko'chamizda savdo do'konlari juda ham ko'p. Mana shu yerda savdo sotiq qilishadi. Eng qizig'i, ko'p savdogarlar o'zbek tilini biladi. Ajoyib, ha? O'zbeklar ko'p kelib savdo sotiq qilishgani uchun.